Lisan ut-tayr qush tili dostoni Alisher Navoiy ijodida muhim o'rin tutuvchi asar hisoblanadi. Ushbu doston mazmuni kuylagan Fariddin Atorning Mantiq ut-tayr dostonini bola Alisher 9 yoshida yod oldi va bir umr unga javob yozishni niyat qilib, 60 yoshga qadam qo'yganidagina bu qutlug' niyatni amalga oshirdi. Tasavvufning rasmiy talqinidan iborat bo'lgan bu ajoyib doston qiziqarli mazmuni, qoliplovchi syujeti tarkibidagi 50 dan ortiq axloqiy ta'limiy va ma'rifiy ruhdagi jozibali hikoyalar bilan kitobxonni o'ziga rom etadi. Hind dengizida bir savdogar bo'lardi. U savdo-sotiq ishlarida juda mohir edi. Uning dimog'iga savdo vasvasasi o'rnashib olib, suvga g'arq bo'lishni xayoliga ham kelmasdi. Bir mamlakatda 10 kun turmas, savdosi tugagach, yana suv yo'li sar yo'l tutar edi. U dengizni har xil ofatlardan xoli deb o'ylab, yillar shu taxlit safar qildi. U Makka atrofini suvda necha bor aylanib o'tgan bo'lsa-da, uning yaqiniga yetganda ham o'z farzini ado etmay qaytardi. Kishilar unga hajni ham bajarish kerak deb aytar edilar. Ammo pul hirsi savdogarni u tomon borishga yo'l qo'ymas edi. Bir kun dengizda bo'ron ko'tarildi. U tushgan kema goh osmonga sapchir, goh pastga tushib ketar edi. Savdogar savdo ishlariga g'arq bo'lganidek, uning kemasi ham dengizga g'arq bo'ldi. Dengizda suzish xayoli haj sari yo'l bermadi. Oxir oqibatda u katta bir baliqqa yem bo'ldi.